Suriye'den havalı. O'tin. Qo'qonda Brus 3 mashinasida o'tin tashildi. Respublika tez tibbiy yordam markazi xabariga ko'ra, 13-mart kuni Qo'qon shahar 10-sonli poliklinikasiga tegishli tez yordam mashinasi haydovchisi GA tomonidan o'z boshimchalik bilan shaxsiy maqsadda foydalanilgan. Shu sababli u ishdan bo'shatildi. Poliklinika bosh shifokori FM esa e'tiborsizlik sababli hayfsan intizomiy jazosiga tortildi. Ой, девчата, ой, ребята, как мы вас ждали. Kurskdagi operatsiya o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Zelenskiy. Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi operatsiyasi o'z vazifasini bajardi. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy 14-mart kuni Kiyevda jurnalistlarga bergan ma'lumotlarga ko'ra. Unga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Kursk hujumi natijasida Rossiya armiyasi o'z kuchlarini bir qismini Xarkov va Pokrovsk yo'nalishlaridan olib chiqib ketgan. Natijada u yerda vaziyat barqarorlashdi va Rossiya endi Pokrovskni yana ishg'ol qilish imkoniyatini topishi juda qiyin bo'ladi, deb hisoblaydi Zelenskiy. AQSh prezidenti Donald Trump ham kecha 14-mart kuni Kursk viloyatidagi vaziyatni sharhlab post qoldirgandi. Ayni damda minglab ukrainalik askarlar Rossiya armiyasi tomonidan to'liq qurshab olingan va ular juda yomon va himoyasiz ahvolda. Men prezident Putindan ularni hayotini saqlab qolishni qattiq iltimos qildim. Bu ikkinchi jahon urushidan beri kuzatilmagan dahshatli qirg'in bo'lardi. Barchasini Xudo qo'llasin, deb yozdi u. Bunga javoban Vladimir Putin Kursk viloyatida qurolni tashlab taslim bo'lgan ukrainalik askarlarga hayot va harbiy asir sifatida muomala qilish kafolatlanishiga va'da berdi. Qayd etish joiz, avvalroq Putin Kursk viloyatidagi tashrif chog'ida u yerda qo'lga olingan ukrainalik harbiylarga terrorchi sifatida munosabatda bo'lishni ta'kidlagan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'zining Telegram kanalida Ukraina qo'shinlarining Kursk yaqinida qurshovga olingani haqidagi ma'lumotni rad etdi va u yerda sodir bo'layotgan voqealarni bo'linmalarning qayta to'planishi deb atadi. Пока пережидаем немного, дальше идти не можем.